Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımıza xoş gəldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugun 8 ayning 13 kuni juma. Hammanglarning bugungi muborak juma kuni xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, to'yda diqqatinglar bugungi xəvərlər proqramımızın təfsilatida bo'lsin. Bu yıl 11. ayının 13. kunidan 14. kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyining rasmiy vakillik saylimi 8. ayının 22. kuni payshanba har qaysi alladagi vakil saylash komitetlarining nazoratchiligida bir tutash holda ilib beriladi. Saylam belti 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorlik komiteti tarafidan hozirlanib, har qaysi davlatlardagi saylam komitetlariga yetkazib beriladi. Saylam beltida har bir davlatdagi vakil nomzodlarining ism familiyasi va shu davlatdan saylab chiqiladigan rasmiy vakillarning soni o'rin olgan bo'lib, sharoiti yor bergan bir qism davlatlarda maxsus saylam sanduqi ta'sis qilindi va saylamning odil ham demokratik shaklda o'tkazilishiga kafolat qilinadi. 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Parat Yo'ronqash apandimning bugun istansimizga bildirishicha, hozirga qadar salohiyati muqimlashgan vakil nomzodlarining umumiy soni 300 nafardan ortiq bo'lib, 8 ayning 22 kunidagi vakil saylamida bularning ichidan 200 nafar rasmiy vakil saylab chiqiladi. Har qaysi allarda ta'sis qilingan vakil saylash komitetlari va qurultoy qarmog'idagi tashkilotlar 8 ayning 22 kuni o'tkaziladigan vakil saylamining konkret usulini o'zlari turishliq davlatlarning amaliy ahvoliga qarab bekitib chiqadi. Har qaysi alladagi xonim qizlarimizning va yoshlarimizning bu navbatlik qurultoyga bo'lgan qiziqishining alohida yuqori bo'lganligini ifoda qilgan Parat Yo'ronqash apandam butun vakil nomzodlarga saylamda muvaffaqiyat tilaydiganligini bildirdi. Bu munosabat bilan oldingi kuni istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunya Uyghur Qurultiyining raisi To'lqin Aysa apandam muhojiratdagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga xitoban mundoq dedi. Hangaqırdaydıqının bütün Şərq Türkistanlıq vatandaşlarımızga chet eldiki bu qurultayının açılış üçün hazırdan başlap maddi, manevi yardımlarını bergen bir vatqan qarindaşlarımızga köp rahmet eytimiz. Aval şu vekillik, qurultay vekillik üçün özlerini namazat gösterken. Men şu Dunya Qurultiyiga kirib turib xizmat qilaman deb şu ruhni ifodalagan bütün qarindoshlarımizga bu yerdan chunqur rahmat aytaman. Ular mayli qurultay vakili bo'lib saylansin va kandidat vakili bo'lib saylansin. Bularning hammasi haqiqatan bizning söyümlik insonlarimiz, mushundaq fidokor, qobiliyatli, jasoratli, bu bir jasorat masalasi. Nurg'unlagan insonlar balkim jasorat qilolmagan bo'lishi mumkin. Vaqtim chiqmaydi deyish mumkin, o'qigan bo'lishi mumkin, sharoitlar yer bermagan bo'lishi mumkin. Chunki bu da'vo qobiliyatlardan burun jasorat va fidokorlik talab qiladigan narsa. Fidokorligingizni ko'rsatilgan vaqtingizning o'zida qolgan iqtidor hamma narsani akagil bo'ldi. Shuningga mushi jasoratni ko'rsatgan, mushi fidokorlikni ko'rsatgan bütün vekillerge ve dünyanın hem joylarida mushu vekil saylash ve bundan keyin qurultayning g'albilik geçiriş için bizden hamkorlashgan bütün jamoatchiligimizga, tashkilot rahbarlarimizga hammalarga bir yana bir qatam hurmat, salomlarimni bildirib aldığımız hizmetler var, mush hizmetler jarayonida bizni yani qurultay vekilligi iltimos har xil o'zining shaxsiy sabablari bilan imkoniyatlar sebebinden iltimas kılanmagan ama yana nurgulagan söyümlü, kabiliyetli, fidakar insanlarımız çokum var qurultayning. Ama ulanın mı bizge qurultay tayyorlik komitetiga, qurultay tayyorlik komitetininki başlığı Parat Muhammedova, her qaysi komitetlarning mudirlarining ismi e'lon qilindi, uchur vasıtları, aloqa vasıtları var. Shularning hammasiga o'zining qimmatli taklif fikrlarini, yani mandaq bir şekilde bo'lgan bo'lsa, bizning bunda taklifimiz bor deb har qanday bir taklif bo'lsa, uni qarshi olamiz ve bunu biz özümüzün imkaniyetlari doirasida uni özümüzün qurultayda o fikirlerden faydalanamiz. Şununla bütün vatandaşlarımızga avval hazırgacha bo'lgan qo'llashlari uchun rahmat aytaman ve buningdan keyingi qurultay tayyorlik xizmatlari jarayonida moddiy jihatdan bo'lsin, fikriy jihatdan bo'lsin, bularning hammasiga biz iltimosimizni murojaat qilamiz. Bu yerdan ayamanglar, bizni desteklanglar, qo'llanglar. Bizning vatandaşlarımız qanchalik bizni ko'p qo'llasa, fikriy jihatdan, har jihatdan qo'llasa, biz xalqimizga texim ko'p xizmat beraymiz. Çünkü Dunya Qurultiyi milletimizden qurultiyi, Dunya Qurultiyi xalqimizden qurultiyi, Dunya Qurultiyi Sharq Turkiston xalqining abadiy, hür, erkin, mustaqil yashash huquqini qo'lga olish uchun kurash qilayotgan bir tashkilot. Shuning uchun Dunya Qurultiyini qo'llash, uni qo'g'dash har bir Sharq Turkiston xalqining milliy va vijdoniy burchi deb o'ylayman. Bu jarayonda ertagin ichida Xitoy hukumati zaten başlayotdi. Bizga nisbatan har xil shaklda hujum
hücumlarını kılıdı Xitay hükümeti, xalqarada qıldıgan hücumlarga biz hazırgacha xalqaradaki tutgan dostlarımızdan, xalqarada qo'llashlarımızdan onun layıqlı cevabını berip geldik ve bundan beri aleymiz. Onun hech qanday bir nimamiz yo'q. Ama Xitay hükümeti ba'zan chet elda o'zining ba'zi yollanmalarını, ba'zileri haq berib, ba'zilerini haqsiz şekilde işletivatgan bazı dünya kurultuyu düşmanları, dava düşmanları bunu biz körəklik ve torbatlarga chiqarib veriş arqılıq bugünkü dünyanın bu sosyal medyalardaki afzalliklerden paylanış arqılıq milli davayımızga, yalnız dünya kurultuyu emas, chet eldeki nurg'unlagan aktivliklardan xizmat qilayotgan tashkilotlarimizga, dava adamlarimizga har xil suiqasdlarni o'ynayotgan Xitoy hukumatining chet elda haqsiz va yoki haq ilib turib ikki xil bo'la. Muşu şekilde hizmet kıvatkan Xitay Komünist Partisi'nin bayanatçılarına şahit bulavatımız. Bunda bayanatçılar ertesi yana sayrap gitişi mümkün her xil şekilde. Bunun halkımızın hoşar buluşu, ulağımı layıqda xalqimiz sezgür bulup durup cevabını beriş gerek. Bu mu bizim bir qo'llaganlik? Çünkü Dunya Qurultiyi hazırgacha biz sükut bilen, ameli hizmetlerimiz bilen dava qilish, Dunya Qurultiyi bo'lgan har xil haqoratlarga nimalarga aralashmay, bizning qilgan xizmatimizdan xalqimizga buning javobini berishni qilib keldik. Endi xalqimizning bu masalaga sezgir bo'lib, har ishga biz Dunya Qurultiyi yetishib olmaymiz. Bizning qo'g'dash, mudofaa qilish va yordam qilishdan iborat ba'zi majburiyatlarni xalqimiz ustiga pidoyi bo'lib ustiga elish kerak. Bunda bo'lgan vaqtda biz xalqimizga texim ko'p xizmat qila olamiz. Shuning uchun bu yalnız Dunya Qurultiyi emas, dava uchun xizmat qilayotgan chet eldagi butun tashkilotlarimizni o'xshash shaklda mudofaa qilish xalqimizning majburiyati va vazifasi deb qarayman. 2021 yillik Tokyo yozliq olimpik musobaqasi oyoqlashi bilan Amerikadagi Yahudi tashkilotlari 2022 yilida Bejingda o'tkaziladigan qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish chaqiriqini boshlab o'tgan. Yahudi ishki xabarlar to'rining bildirishicha Markaziy Amerikadagi Dunya Yahudi kuzatish tashkiloti ijroiya mudiri Serena Oberstein Yahudilarga qirg'inchilik yurgizgan natsistlar Germaniyasining 1936 yili olimpikka sohibxonlik qilishi bilan Uyg'urlarga qirg'inchilik yurgizayotgan Bejing hukumatining 2022 yillik Bejing qishliq olimpik musobaqasiga sohibxonlik qilishi bir-biriga o'xshash degan. U Amerika va boshqa demokratik ellarning bu musobaqani diplomatiya jihatdan boykot qilishi kerakligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, hozirgacha Dunya Yahudi kuzatish tashkiloti va Amerika Yahudilar komiteti qatorliq Yahudi tashkilotlari Bejing olimpik musobaqasini diplomatik yo'llar bilan boykot qilishni qo'llaydiganligini bildirgan. Amerika Yahudilar komitetining bosh ijroiya amaldori David Haris apandi so'zida Amerika Bejingda o'tkaziladigan qishliq olimpikni boykot qilishga boshlamchilik qilishi kerak. Musobaqaga hech qanday rasmiy vakil avatmasligi kerak degan. Ma'lum bo'lishicha, Yahudilarning ijtimoiy munosabat guruhlariga vakillik qiladigan kunlik tashkilot bo'lgan Yahudilar ommaviy munosabat kengashi 2021 yili 4-oyda Uyg'ur qirg'inchiligini ayblaydigan qaror ma'qullab chiqqandan keyin Bejing olimpik musobaqasini boykot qilish planini muzokara qilishga boshlagan ekan. Yahudilar ommaviy munosabat kengashining aloqa ishlari muavin direktori Tommy Gilden Yahudi ishki xabarlari to'g'riga qilgan so'zida, tashkilotimiz Amerika amaldorlarini olimpikni fursat sifatida ishlatib, Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi turishni gavdalantirishga chaqirib keldi. Biz Amerikaning kelar yili bu tirishchanligini davomlashtirishini umid qilamiz degan. Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanot apandi bu munosabat bilan bugun istansimizga qilgan so'zida, Uyg'urlar masalasining bugun dunyodagi, bo'libmi Amerikadagi Yahudi jamoatlarining intayin zo'r darajada qo'llashiga erishib kelayotganligini, chunki 2-Dunyo urushidan keyin amda asla takrorlanmaydi degan nozin kampalarining bugungi zamonda Sharq Turkistonda takror o'tirg'i chiqishining butun Yahudi xalqini dahshatga tushirib, ularga ruhiy jihatdan qayta azob ib kelganligini, shunga Yahudi jamoatlarining Xitoyning Sharq Turkistonda tasdiqlagan jazo lagerlariga va Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi xalqaro ilib berilayotgan norozilik harakatlarida boshlamchilik rolini o'ynayotganligini ifoda qildi. Litvaning muavin tashqi ishlar ministri Mantas Adominas matbuotlarga qilgan so'zida, Litvaning Xitoyga qaratgan siyosatining o'zgarishiga Xitoyning Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va Hong Kong masalasi sabab bo'ldi deb ko'rsatdi. Litva hukumati Tayvanning Litvada Tayvan degan nom bilan vakolatxona qurishiga ijozat berganligini jakarlagandan keyin Xitoy hukumati qattiq norozilik bildirib, 10-avgust Litvadagi bosh elchisini qaytarib ketadiganligini jakarlagan va Litvaning Xitoydagi bosh elchisini qaytarib ketishini talab qilgan edi. Ikki taraf o'rtasidagi bu diplomatik surkilish hozir g'arb matbuotlarida 3 millionlik nopusga ega kichik Litvaning 1 milliarddan ortiq nopusga ega cho'ng Xitoyga qarshi harakati sifatida zo'r g'ulg'ullarga sabab bo'lmoqda. Bu yil 5-oyda Litva parlamentining Xitoyning shuncha qattiq besimi va tahdid
vatandoshlariga pisat qilmay, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilib, maxsus qaror qabul qilishi chet ellarda yashayotgan butun Uyg'urlarni cheksiz suyundirgan edi. 11 avgust erkinlik gazetining xabarida bayon qilinishicha Litva bilan Xitoyning diplomatik munosabati krizisga yuzlangandan keyin Litvaning muavin tashqi ishlar ministri Mantas Adominas 12 avgust muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, ikki davlat o'rtasidagi munosabatning buzilishiga sabab bo'lgan asosli omillarni tilga ilib o'tgan. Bu omillarning eng muhimi Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va 2 yil ilgari yuz bergan Hong Kongdagi tutqunlarni qaytarib berish qonuniga qarshi harakatning bostirilishi bo'lgan. Mantas Adominas bu vaqtda mundaq degan: Litvaning Xitoyga qarata pozitsiyasining o'zgarishi bundan 2 yil ilgari yuz bergan Hong Kongdagi tutqunlarni qaytarib berishga qarshi harakatga va Xitoyning Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligiga bog'liq. Litva bir kichik davlat. Qonunga va demokratiyaga tayangandalar ondan u mavjud bo'lib tura oladi. Mantas Adominasning bildirishicha bundan 2 yil ilgari Hong Kongda tutqunlarni qaytarib berishga qarshi harakat yuz berganda bir qism litvalik kishilar Vilniusda Hong Kongliklarni qo'llab namoyish qilgan. Shu kuni Xitoyning Litvadagi elchixonasining kuch ko'rinishi bilan Litvada yashaydigan bir bo'lim Xitoylarni ko'chaga chiqib, Hong Kongliklarni qo'llab namoyish qiluvchilarga qarshi namoyish qilgan. Bu hodisa Litva xalqini hayron qoldirgan va ularning g'azabini qo'zg'agan hamda Litva hukumatining Xitoyga bo'lgan sezgirligini oshirgan. Litva hukumati Xitoyning Litvadagi ta'siriga shuningdan boshlab diqqat qilgan. Litva jamiyatida Xitoyga qarshi kayfiyat birdilla yuqori ko'tarilishga boshlagan. Orqadan Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik masalasi o'ttirg'i chiqib, Litvada jiddiy tema holiga kelgan. Xabarda bayon qilinishicha 2019-yili Litvada yangi hukumat taxtga chiqqandan keyin Xitoy siyosatini isloh qilishga kirishgan. Hukumat tunji bo'lib bu yil 4-oyda Xitoy hukumati Yevropani parchalash maqsadida 2012-yili qurib chiqqan o'yatda qo'shilgan bir ittifoqidan chekinib chiqishni qaror qilgan hamda O'rta ham Sharqiy Yevropa davlatlaridan bu ittifoqdan birlikda ayrilishni talab qilgan. Uningdan keyin 5-oyda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilib, Xitoydan uzoqlashadiganligi va Amerika, Angliya qatorliq demokratik davlatlar bilan bir safda turib, g'arb qimmat qarashini qo'llaydiganligining ro'shan ifodasini ko'rsatgan. Shundaqli Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga qarata o'zaro birlikni kuchaytirib, Xitoyga o'rtaq qarash turishni oshkora tashabbus qilgan. Bu navbat Tayvanni yo'lab, uning xalqaro jamiyatdagi o'rnini tiklash qadamini bosgan. Xabarda tilga elinishicha Litva Xitoyning iqtisodiy kuchini siyosiy besim o'rnida qo'llanadiganligini oldini o'ylashgan. Ular Xitoy besimidan qutulish uchun oldi bilan Xitoyga yo'linib kelishdan qutulishning zarurligini tushungan. Tayvandan iborat 1971-yilgacha Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoy davlatining vakili bo'lib kelgan. Hozir dunyoda oran 10 dan ortiq davlat e'tirof qiladigan bu demokratik yetim davlatni xalqaro jamiyatning qo'yniga qaytarib kelish qaroriga kelgan. Tayvanga virusga qarshi 20 ming quti vaksina hadya qilib, Xitoyning texmo jiniga tekkan. Matbuotlarda ko'rsatilishicha Litva yaqinda 1-2 oydan buyon Yevropa ittifoqida Xitoyga qarshi tashviqotni shiddat bilan kuchaytgan. Xitoy hukumati bo'lsa Litvaning Yevropadagi boshqa davlatlarga ulgu bo'lib kelishidan sarosimaga tushgan. Chunki Gollandiya, Belgiya, Chexiyaga o'xshash Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan davlatlarning yaqin kelgusida Litva bosgan qadamni besish ehtimoli kuchlikkan hamda bu faqat vaqt masalasi bo'lib hisoblanadi ekan. Uzun yillardan buyon Uyg'urlar masalasini aktivlik bilan qo'llab kelayotgan Germaniya Yeshillar partiyasining bu yil kuzda ilib beriladigan cho'ng saylamda qurulg'usi birlashma hukumatning muhim bir qismi bo'lish ehtimolligining kuchayishi Dunya Uyg'ur qurultiyini va Germaniyada yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni suyundirdi. Wall Street jurnali gazetining xabariga qaraganda Germaniyada ilib beriladigan raysinashda Yeshillar partiyasi xeyli zo'r ovozga erishgan bo'lib, ularning qurulg'usi birlashma hukumat tarkibiga kirish ehtimolligi zo'r ishgan. Agar shunday bo'lsa, bu Yeshillar partiyasining 2005-yildan keyin tunji qitim Germaniyada hokimiyat ustiga kelishi bo'lib qoladi ekan. Kuzatuvchilar agar Yeshillar partiyasi birlashma hukumatdan o'rin olgan taqdirda Germaniya hukumatining Uyg'urlar masalasida Xitoyga qaratadigan pozitsiyasining yanada qattiqlashadiganligini mo'ljallashmoqda. Xabarda mundaq deyilgan: Xitoy Germaniyaning eng chong savdo hamrohi va nurg'unlagan sanoat shirkatlarining muhim bozori bo'lib, Yeshillar partiyasi Merkel xonimning siyosatlariga jang e'lon qilmoqda. 10 yilga yaqin vaqt ichida Merkel xonim Beijing bilan yaxshi munosabat o'rnatdi. O'tgan yili u Yevropa ittifoqi Xitoy mablag' selish kelishimiga Amerikaning qarshiligiga qaramay vositachilik qildi. Yevropa ittifoqining Yeshillar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Reinhard Botokufer so'zida, partiyamiz Germaniya sanoatini Xitoyning eksportiga tayinishni azaytishga ilhomlantirdi. Yeshillar partiyasi Beijingga taqobil turish, davlat ichidagi kasblarni qo'llash va Xitoyning adolatsiz savdo raqobati qatorliqlarga qarshi turish uchun Yevropa ittifoqidagi sheriklari bilan yaqin munosabat o'rnatdi degan. Texi yaqinda Yeshillar partiyasining ministr nomzodi Annalina xonim o'z nutqlarida Uyg'urlar masalasini ko'p qitim tilga ilib, Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilik ilib berayotgan Xitoyni jazolashni talab qilgan edi.
Yevropa İttifaqının Yeşillar Partiyasından bo'lgan parlament a'zosi Reynhard Botokofer apandi bo'lsa Yevropa parlamentidagi Uyg'urlarni qo'llash harakatining eng asosli boshlamchilarining biri. Germaniya federal parlamentining Yeşillar Partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Margarita Bausi xonim bo'lsa, muhojiratdagi Uyg'urlarga nihoyat tonishliq bo'lgan simalarning biri bo'lib, u uzun yillardan buyon Germaniyada Uyg'urlarni qo'llash harakatining eng asosli bayroqdorlarining biri bo'lib kelmoqda. Shu sababdan hozirga qadar Germaniyadagi Uyg'urlar saylamlarda asosiy jihatdan Yeşillar Partiyasiga ovoz berib kelmoqda. Xitoy hukumatining talabi bilan 19-iyul Marakesh doiralari tarafidan qo'lga ilingan kompyuter injeneri İdris Hasanning soti 12-avgust kuni Rabatda ichildi. İdris Hasanning soti belgilangan vaqtdan kechikib boshlangan bo'lib, İdris Hasanning sotiga kishilik huquq tashkilotlarining xodimlari va 3 g'arb davlatining diplomatlari qatnashgan. Doirlar sotqa axborot organi xodimlari va jurnalistlarning qatnashishiga yo'l qo'ymagan. Xabarlarda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati Marakesh doiralariga İdris Hasan ustidagi ayblashlarni isbotlaydigan hujjatlarni topshirib bermagan. Marakesh taftish organlari Xitoyga İdris Hasan bilan munosabatlik deyiluvchi hujjatlarini Marakesh sotiga yetkazib berish uchun 2 oy vaqtining borligini bildirgan. Sot mahkamasi Xitoydan keladigan munosabatlik materiallar kam bo'lganligi sababli sotning 26-avgust kuniga kechiktirilganligini e'lon qilgan. Kuzatuvchilarning qarashicha Xitoyning Marakesh sotiga konkret dalil isbot ko'rsatib bermaganligining o'zi İdris Hasan da'vosining tunji g'albisi hisoblanadi ekan. Sotning kechiktirilishi İdris Hasan uchun foydali bo'lib, Xitoy hukumati kerakli hujjatlarni ta'minlamagan ahvol ostida sot mahkamasi mavjud hujjatlarga asosan hukm chiqaradi ekan. Marakesh sot mahkamasining 26-avgust ichiladigan sotda Xitoydan keladigan hujjatlarni saqlamay, bevosita mavjud hujjatlarga asoslanib hukm chiqarish ehtimolligi bor ekan. Aksicha Xitoyga berilgan material ta'minlash muddati to'shqanga qadar hukm chiqarmasligi mumkin ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündilik xəvərlər pirugrammisiga diqqatingizga sunduq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishinglar. Ko'rishcha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.